Yotoq joy registratsiya ishxonaga borib olib kelishi, har hafta avans, bir oyda 2 marta oylik bez zaddeshka. Kimki ishlamoqchi bo'lsa, mana shu ish sizlarga to'g'ri keladi. Smenasiga 6-7 ming rubl ishlamoqchimisiz? Shu ish sizga to'g'ri keladi. Like'ni bosamiz va shu videoni musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Siz birinchi marta Rossiyaga keldingiz, rus tilini bilmaysiz, sertifikat olishga qiynalyapsizmi? To'g'ri yordam beramiz. Menejerlarimizga aloqaga chiqinglar. 5 yillik sertifikatlarni garantiyasi bilan bemalol borib FMSdan borib patentlaringizni olib kelishingiz mumkin. Ekzamindan o'tmasdan turib bemalol borib patentlaringizni olib kelasizlar. Sertifikat nima uchun kerak? Sertifikat patentni olishdan oldin ekzamin topshirasiz. Ekzamin topshirgandan keyin balizga qarab sertifikat beradi sizga. Agarki yiqilsangiz sertifikat ola olmaysiz, chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Patent ham ola olmaysiz. Sertifikatsiz hech kim patent ola olmaydi. O'sha uchun sertifikat kerak bo'lsa, original bazadan chiqadigan, bemalol borib patentni olib keladigan sertifikatlar kerak bo'lsa, menejerlarimizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga sertifikat tez orada qilib beradi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Kirib kelgan Qurbon hayiti hammalaringizga muborak bo'lsin. Hammalaringizni tabriklayman. Sog'lik, omonlik, tinchlik bo'lsin hamma joyda. Akalar, opalar, shu videoga like bosamiz, shu videoni tanish bilishlarimizga tarqatamiz. Moskvadan ish so'radilaring, mana даже hayitga qaramasdan, bayramga qaramasdan sizlar uchun ish chiqaryapman. Ana bularni ilib qo'ygan, bular nima bular? Qaptar deychet, shu tovar solishadi, qaptarni. Tovar shuga solatda, bu tovarlarning bari qoldi. Operator oldindan yuring. Tovarlar shuga tushadi. Bu yoqdan ilichet, qistar butuna. Bejeler bo'lsa shuga solishadi qapqa. Ish yengil. Og'ir ishi yo'q, ha? Ish yo'q. Hozir sizlarga nechta ishchi kerak? Qancha? Bizga go'l ish kerak. Moskva va Podmoskvada ham Moskvaning ichida ko'p ish kerak bizga. Ballar ishi shu ballarning ishi. Bular ham sizlarning ishlaringiz? Biz ko'plashdik. Grushiga mashina yuklab, mashina tushirishadi bular. Mashina tushirish yaxshi ish desa bo'ladi aka. Bu yoq tovar. Assalomu alaykum akam. Tovar tartib, men tartibimda. Bu yoqda nima ish qilishadi? Bu yoqdan tovarni obratga keltirib, obratga. Ko'rsating narda. Bu yoqda o'tib, bu yoqda. Основной ishni qayerda qilishadi sizlarning odamlaring? Mana основной ishni bu tovarni. Chachov. Yetkazib, ish yengil. O'sha aytsa, mashinadan chiqaradi, bu yerda tarqatadi, ha, tovarlarni. Priyomkadan qabul qilgan tovarlarni tarqatadi. Bu teleshkadan nima uchun? Teleshkalarga tashlab olib ketadimi? Ha, olib ketadi. Teleshka solinadi, apparat. Значит, ko'rib turibsizlar, akalar, uncha og'ir ishi yo'q. Tovarni priyomkadan qabul qiladi, shu olib kelgandan keyin, betga qo'ygandan keyin shu yerda tarqatadi, teleshkalarga tashlaydi. Undan keyin boshqa o'zlarining yacheykalarga tashlaydi. Bir donadan like'ni bosamiz, 1 sekunddan vaqtlaringiz ketmaydi. Chunki agarki siz bitta like bossangiz, siz sababchi bo'lib qolib bitta akamiz yo bitta opamiz kelib ishga joylashadi. Shu videoni ko'rib kelib ishga joylashadi. Обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi ishimiz Moskvadan adresini bilmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, adreslarni tashlab beradi. Yandex skladidan yotoq joyi registratsiyasi, ishxonaga borib olib kelishi besplatniy. Условиясini aytib o'taman. Yotoq joy registratsiya, ishxonaga borib olib kelishi besplatniy. Smenasiga 3000 rubldan birinchi 3 ta smeningiz, как обучение qilyap turgan, o'rganyap turgan smeningiz 3000 rubldan yoziladi va dальше keyin 3000 dan to 6000 rublgacha ishlasangiz bo'ladi. Kimdir 7000 rubl ham ishlaydi, kimdir 8000 rubl ham ishlaydi, зависит ishiga qarab. Agarki sizlar ham shuncha pul ishlamoqchi bo'lsalaring, bir kunda 11 soat ichida marhamat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, joylarni zaynit qilinglar, kelinglar joylashinglar. Betga Moskva dokumenti bilan ofitsialniy ishga qabul qiladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, zaddeshkasi yo'q va har hafta avansi bor. Har hafta avans beradi.
3000 dan to 5000 rublgacha. Agarki kimgaki ko'proq kerak bo'lsa, ko'proq ham beradi. Zavisit qancha pul kerakligidan. Akalar, opalar, shunday ishlarni chiqaryapman. Nahotki videomiz bir dona laykka arzimasa, laykni gazini bosib tashlaylar. Hozir ishni videosini qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Keyin ishni videosini ko'rgandan keyin ekrandagi nomerlarga sразу aloqaga chiqinglar, joylarni zayn etkinglar. Erkakmisiz, ayolmisiz farqi yo'q. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni, bekor yurgan akalarimizni, bekor yurgan opalarimizni, ish qidirib yurgan akalarimiz, opalarimizni taklif qilamiz. Moskva dokumenti bormi? Marhamat, bemalol kelib joylashsalaring bo'ladi. Agarki sizlarda вообще dokument bo'lmasa, boshqa joylarda ham ishlar bor. Shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, boshqa joylarga ham tavsiya qiladi. Kelasizlar, boshqa joylarga ham joylashasizlar.